Hammaga assalomu alaykum. Har biringizni qarshi olaman. Bugun bizada yakuniy namoyon qilish bu juda oson marafonimizda 5-oxirgi kuni. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Qanaqa jarayonlar bo'ldi? Holatingiz bilan ozgina bo'lishing-da, ozgina gaplashamiz. Balkim savollaringiz bo'lsa, balkim hozir bir minut. Savollaringiz bo'lsa javob berardim va sekin biz praktika qismiga o'tirardik. Assalomu alaykum hammaga. Qo'shilayotganlarga bizada oxirgi darsimiz va holatingiz bilan ozgina bo'lishsangiz, sekin boshlayverardik praktika qismimizni yoki praktika qismini boshlayveramiz hamma. Demak, hozir muzika yozishibdi. Deb praktikani boshlay qo'yaylik deyishdi. Хорошо. Biz praktika qismini boshlaymiz. Bugungi praktikamiz aynan o'zimizda kuch uyg'otib, ya'ni vizualizatsiya qilamiz. Aynan o'zimizni keyingi talantlarimizni namoyon qilishda, aynan ko'rsatishimizda qanaqadir g'oya keldimi? Aynan talant yoki ideya shuni qila olarkanman degan fikrlar o'tdimi? Siz qaysidir sohada o'zingizni ko'ra oldingizmi? Shu savolga javob berib boring, keyin boshlayveramiz. Menga keldi ideya debdilar. Hali yo'q. Demak, gapirasizmi? Hozir ochaman. Ramlil opa, gapira olasizmi? Qo'lingizni ko'taribsiz yoki savolingiz yo'qmi? Savolingiz bormidi? Если что, anaqa ochdim. Gapingiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa yozib ketsangiz bo'ladi. Ovoz chiqadi, как голосовойni ochib. Да, все хорошо, yo'q bo'lsa. Mayli, unda biz praktika qismini boshlayveramiz. Sekin-asta, keyin oxirida yana gaplashamiz. Mana videoni o'chiraman. Butunlay ishonchda, ko'zlaringiz yumgan holatda o'zingizga shu onni o'zida, shu daqiqada butunlay shu jarayonga o'zingizni berib yuborgan holatda siz uchun bugun eng katta qadam, eng katta kuch aynan sizni o'zingizni namoyon qilishda. Aynan shu ongacha, shu marafonimiz davomida sizga kelgan har qanaqa g'oya, ya'ni qalbingizni, ruhingizni g'oyalari, aynan talantlaringizni yodingizga olgan har bittasi siz uchun bugun o'sha aktivlashish uchun sizga kalit berilishi boshladi. Ko'zlaringizni yumgan holatda tasavvur qiling. Siz 1 yildan so'ng kimsiz? Nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Hayotingiz qanaqa? Sizni o'zingizni последователи, ya'ni sizni izingizdan ketadigan insonlar bormi? Aynan nimalarni o'zingizdan bera olarkansiz? Hammasini tasavvur qiling. Butunlay yuragingiz bilan o'sha 1 yildan so'ng
holatingizni tasavvur qiling. Aynan bugungi kunimiz 25/11/2025 ekan. Hozir bir muddatga 25/11/2026 nazar solamiz. Bugungi hozirgi holatingizdagi siz, ya'ni bu bizadagi ishtirokchilarimiz Ramlila, Orastaxon, Iroda, Dilafruz ketma-ketlikda hozirgi holatingizni ko'ring. Hozirgi kunda siz kimsiz? Nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Ha, albatta. Hozirgi kunda sizda bu uchun kuch yo'q. Xuddiki hech qanaqa talantlaringiz yo'q. Hech qanaqa umuman g'oyalaringiz yo'q. Umuman menda hayot, ya'ni mani bu hayotda qiladigan, o'zimni sevgan ishim yo'q degan holatni hozirda o'tkazyapsiz. Lekin aslida sizni har biringizda shunaqa dastur mavjud. Ya'ni xuddiki bu sizni kelajakdagi o'zligingiz, yuqori o'zligingiz. Ya'ni sizni o'zini hayotini anglagan, o'zini aslligini anglagan, o'zini muqaddas talantlari borligini va uni namoyon qila olgan kuchi borligini anglagan qalb, ruhda 2026-yilda sizni kutyapti. Bu bir yil davomida sizni bu kuchingiz yanada yuqoriga, yanada o'zligingizga qadar yuksalishni boshlaydi. Bu talantlar har bitta insonda mavjud va bugun hozir shu onni o'zida sizni ongingizda shu dastur ochilishi boshladi. Ya'ni sizni asl talantlaringiz, asl bu dunyoga, bu hayotga bera oladigan potensialingiz bu ongingiz platformalaridan uyg'otilishi boshladi. Har biringizni ongingizda uyg'otib berilinsin. Aslida vaqt yo'q. 1 yil bo'ladimi, 5 yil bo'ladimi, hozir bo'ladimi? Shu onni o'zida o'sha onga, o'sha holatga kirib boring. Siz shu onni o'zida asl kuchsiz. Siz shu onni o'zida millionlab talantlaringiz bor. Siz shu onni o'zida bu dunyoga beradigan xizmatlaringiz bor. Hozirgi ondagi shu xizmatlaringizga hurmatda bo'ling. Ya'ni butunlay rozi bo'ling. Rozi bo'ling farzandlaringizni boqayotganingizga, farzandlaringizga vaqt ajratayotganingizga, farzandlaringizga sevgi berayotganingizga, hozirgi oningizga shukr ayting. Ya'ni qanaqa xizmat bo'lsin, oilada bo'ladimi, tashqarida bo'ladimi, yoki bu Instagram profillari, ijtimoiy tarmoqlar bo'yichami, yoki umuman har qanaqa holatda nima xizmat qilayotgan bo'lsangiz, hozirgi onda shu onga rozi bo'ling. Chunki eng asosiy, eng to'g'ri asl xizmatingiz hozirgi onda shu. Lekin bugun har biringizda ongda bu kuch uyg'otilindi. Talantlaringiz yodingizga tushirildi. Bu uchun bizga yordam beradigan har bir ustozlarimiz sizlarga ushbu ongingizdagi fayllarni arxivdan chiqarishga yordam berishni boshladi. Sizni asl talantingiz balkim mehr orqali yaqinlaringiz bilan gaplashishdir.
Sizni asl talantingiz yaqinlaringizga sevgini bera olishdir. Sizni asl talantlaringiz balkim farzandlaringizni mukammal, dono, donishmand, umuman dunyoni o'zgartiruvchi asl xususiyatlarini yodiga olish uchun siz bu holatni o'tkazib berayotgansizdirsiz va bu holatga tashakkur eting. Chunki sizdan, izingizdan ketuvchi kichkina murg'ak izdoshlaringiz bor va bu onga tashakkur ayting. Albatta, talant degani faqat butun dunyo mani tan olishi shart emas. Aslida bugun biz o'zimizni tan olamiz. Butun dunyo bizni xizmatimizni kutmasa ham, xizmatimizni tan olmasa ham, biz bugun har birimiz bu o'zimizni tan olamiz. Chunki sizdan boshqa, aynan siz uchun, aynan o'zingiz uchun boshqa kuch yo'q. Ya'ni boshqa qudratli inson yo'q, aynan siz uchun. Va bugun shuni tan oling va sevgini o'zingizdan o'tkazishga, ya'ni har onni o'zida aynan o'zingizga nisbatan hurmat, qadr, sevgi uyg'otishda davom eting. Ozgina tasavvur qilamiz. 2026-yil. Hozirgi holatimizni biz qabul qildik. Lekin biz 2026-yilga ketyapmiz. Baribir vaqt bizni o'ngimizda mavjud. Realligimizda mavjud. Va uni biz his qilishimiz uchun, ya'ni 2026-yilga o'zimizni talantlarimizni, o'zimiz potensiallarimizni va bu dunyoga beradigan xizmatlarimiz qalbimiz tubidagi, ruhimizdan bizga o'tkazib berilgan vazifalar baribir mavjud. Hozircha bizga ko'rinmayapti. Lekin shu onni o'zida nima o'ylayotgan bo'lsangiz, orzularingiz 2026-yil 26-noyabrga qadar siz qanaqa o'zingizdan, ya'ni siz o'zingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Nima beryapsiz? Nima holatni beryapsiz? Va o'zingizdan qaysi bilimlarni o'tkazib beryapsiz? 1-2 daqiqa buni tasavvur qiling. Butun yuragingizdan o'sha narsaga joy bering. Sizda imkon mavjud. Sizda tanlov mavjud. Biz bir onni o'zida millionlab qarorlarni bajaramiz. Va biz bugun shu onni o'zida qaror qilamiz. Biz namoyon qila olamiz o'zimizni. Talantlarimiz juda ham ko'p. Faqatgina uni realizatsiya qilish uchun bizda kuch yetishmaydi, ishonch yetishmaydi. Lekin shu onni o'zida har biriz uchun ongingizda shu kalit, ya'ni asl kuch kaliti, asl qudrat kaliti, ya'ni har bitta ishni boshlashingizdan qat'iy nazar, bu siz bajara olishingiz haqida kuch beradigan dastur ongingizda uyg'otilishni boshladi, aktivlashtirilishi boshladi. Siz nur egasisiz, siz sevgi egasisiz va siz muqaddas talantlaringiz, muqaddas vazifalari bor insonsiz. Butunlay yuragingizdan shu narsaga joy bering. Va xuddiki bu moment, ya'ni sizni hozirgi kunda ko'rayotgan, judayam qiziqib, insonlarda havas qilayotgan va qaniydi manda shunaqa bo'lsa edi degan holatni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, aynan o'sha talant, o'sha vazifa, o'sha qudrat aynan sizniki. Ya'ni u sizda bor.
o'zidan o'zi sizga bu holat ko'rsatilmaydi. Hasad bo'ladimi, havas bo'ladimi? Bu aynan sizda bor. Ya'ni sizni potensialingiz xuddi shu. Va o'sha insonda ko'rgan, o'sha insonni yoki umuman siz tasavvur qilgan, ko'p ko'radigan o'sha talantni, vazifani, qudratni, kuchni aslida siz ekanligingizni yodingizga oling va o'zingizga o'sha qudrat egasi, o'sha kuch egasi, o'sha erkin namoyon qilayotgan inson siz aslida siz ekanligingizni yodingizga oling va ruxsat bering. Men butunlay ruxsat beraman deb ayting. Butunlay yuragimdan kenglikka qadar joy beraman va sevgini o'zimdan o'tkazishga, talantlarimni, muqaddas talantlarimni realizatsiya qilishga men ruxsat beraman va bu ong menda uyg'otib berilinsin. Bugun shu ong dasturlandi har biringiz uchun. Shunchalik har birimiz o'zimizdan kechgan ekanmiz. Shunchalik o'zimizni barbod qilgan ekanmiz. Ya'ni san hech nimani qilolmaysan, san hech nimani eplolmaysan degan ong dasturlari, ya'ni sanda talant yo'q, baribir degan har bir o'y formatlari oltin nurlarda har biri tanangiz bo'ylab, har bir energiya sentrlaringiz bo'ylab yuvilishi boshladi. Va shu onni o'zida shu momentga qayting. Sevgini o'zingizdan o'tkazishga va talant aslida u faqatgina bizni ongimizda ko'rsatib beradigan, ya'ni moddiyatda, reallikda ko'rsatiladigan narsa ekanligingizni yodga oling. Aslida muqaddas kuch, qudrat, sevgi, nur sizda bor ekanligini yodingizga oling. Va bu muqaddas kuch orqali asl harakat uyg'onsin har biringizda. Bu talantlarimiz uchun bizda har birimizda asl disiplina uyg'otib berilinsin. Ya'ni bu ish, bu qalbingizdagi xohish, aynan o'zingizni namoyon qilish orqali bergingiz kelgan har bir talant, maqsad, vazifa kuchga aylansin va asl disiplina orqali asl harakatlaringiz uyg'otib berilinsin. Har biringizni ongingizda bu dasturlanishi boshladi. Muqaddas kuch siz ekanligingizni yodingizga oldingiz. Har biringiz. Oltin qasrlar siz egasi ekanligingizni ham shu onni o'zida yodingizga oldingiz. Aslida har bitta ko'rayotgan narsamiz bu bizdagi dasturlardir. Faqat u dasturni kim boshqarishi eng muhimi. Bu dasturni egasi sizsiz. Demakki, siz bugun tanlov qildingiz. Siz bugun shu onga ruxsat berdingiz. Aslida men yaratuvchi ekanman. Demakki, yaratuvchida kuch bor, qudrat bor, sevgi bor, talant bor, vazifa bor, maqsad bor va uni realizatsiya qilish uchun asl harakat mavjud. Faqatgina uni xuddiki kompyuterni yoqqandagi zapisk so'zini, zapisk tugmasini bosish orqali buni ishga tushiramiz.
Demak, har biringizni ongingizda bu kalit, bu tugma, zapusк tugmasi butunlay bosilindi va siz uchun sizni talantingiz, vazifangiz namoyon qilishingiz har biri uchun kuch berildi. Butunlay bunga ruxsat bering va aynan hech kimdan kutmang. Aslida har bir javob aslida o'zingizda ekanligingizni yodingizga oling va bugun siz shu tanlovni qildingiz. Hammasi sizda osonligini, namoyon qilish bu juda osonligini, har bitta inson bu narsaga qodirligini, faqatgina u ruhini, qalbini eshita olganida bu kuch yanada kuchayadi. Va bu kuch bugungi kunda sizdagi tana, ruh, qalb har biri uch birlikda uyg'ondi. Sevgiga aylandi. Bir nuqtaga, har bir sizdagi kuchlar bir nuqtaga aylandi. Va siz o'sha kuch orqali, markaz orqali harakatni boshladingiz. Siz bugun yodingizga oldingiz. Talant aslida siz ekanligingizni. Sizni ongingizda shu kodlar dasturlandi. 5, 5, 5, 1, 1, 1, 6, 6, 6. Muqaddas talantlarimizni tezlikda moddiyatga ulash kodi. 2, 1, 2, 1, 4, 4, 1. Namoyon qilish orqali talantlarni ko'rsatish ongi. 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Sevgi orqali talantlarni namoyon qilish kodi. Har bir ongingizda dasturlandi va butunlay nurga aylantirib berilindi. Aslida biz shunchalik kichkina o'zimiz tutamiz, lekin shu so'zni har biringizga aytgim keldi. Aslida siz qirolsiz, qirolichasiz. O'z taxtingizga o'tiring va taxtingiz orqali hayotingizni boshqaring. Hech kim sizdan ustun emas. Biz hech kimdan ustun emasmiz. Har birimiz o'z o'rnimizdan, o'zni holatimizdan, o'zimizni joyimizdan hayotimizni boshqarish uchun, realligimizni boshqarish uchun, talantlarimizni ko'rsatishimiz uchun va realizatsiya qilishimiz uchun va bu talantlar orqali moddiyatga ulanishimiz uchun, rag'batlantirishimiz uchun bizda kuch yetarli. Va bugun siz har biringiz o'z taxtingizga o'tirdingiz va o'zingizdan shu kuchni o'tkazib berishni boshladingiz. Ayting, man o'z hayotim yaratuvchisiman. Man o'z talantlarimni namoyon qiluvchisiman. Man o'z vazifamni mukammal sevgida, xizmatda yaratishga qodirman. Bugun man shularga tanlov qilaman va ongimda butunlay dasturlansin, uyg'otib berilinsin. Bu uchun sevgi kuchi uyg'otib berilinsin. Muqaddas yuragim
cheksizlikka qadar ochib berilinsin va har bir insonda o'zimni ko'rishim, har bir insonda o'zimni potensialimni ko'rishim, har bir insonda muqaddas yurak, yagona yaratuvchini sevgisini ko'ra olishim va o'sha sevgini o'zimdan o'tkazib berishim har bir vazifam orqali, xoh u chizamanmi, xoh u gapiramanmi, qanaqa ishdan shug'ullanishimdan qat'iy nazar o'sha sevgi markazi orqali har bitta insonga yaratuvchiga bo'lgandagi xizmatni qilishim uyg'otib berilinsin. Muqaddas yuragim ochib berilinsin va man keyingi onga, o'zini erkin namoyon qilgan onga, o'zini erkin sevgida ko'rsata olgan onga, o'zini vazifasini, talantini dunyoga butunlay har bitta insonga ko'rsata olgan onga o'tkazib berilinsin. Man bunga butunlay ruxsatimni beraman va sevgini o'zimdan o'tkazib beraman. Butunlay tashakkurlarimni yuboraman. Butunlay tanalarim bo'ylab nur tozalansin. Qaysi joyda og'riq bo'lsa, har biri oltin nur bilan tozalansin. Va bugun tanalarim oltin nurga to'yintirib berilinsin. Cheksiz yuragim bilan bugungi vizualizatsiya praktikamizni sekin astalikda yakunlaymiz. Qanaqa o'zingizni his qilyapsiz? Yozib olasizmi? Qanaqa holatdasiz? Agar holatingiz yaxshi bo'lsa, efirimizni yakunlaymiz. Menimcha savollar yo'q. Kichkina aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, bu praktikalarimiz, initiatsiyalarimiz bizda juda aynan o'zimda ham juda yuqori tarzda transformatsiya bo'lishga sabab bo'ldi. Shuning uchun hozirgi kunda shunaqa holat bo'lishi mumkin. Aynan umuman ishonchsizlik, umuman o'zingizni xuddiki botqoqqa botib ketayotgandek his qilishingiz mumkin. Lekin bu hammasi o'tib ketadigan jarayonda, chunki bizni ongimiz boshqacha o'ta olmaydi. Oldingi aqlimizdagi dasturlar, xuddi eski ssenariylar, eski bizning xarakteristikalarimiz aynan namoyon qilish bo'yicha o'zimizni talantlarimizni yodimizga olishimiz uchun bizada eski, xuddiki masalan manda Nargisda u o'lish kerak. U eski o'zidagi kiyimlarini yechish kerak. Va bu yechish uchun bizada bir ikki kun holatlarimiz xuddiki biz o'layotgandek, ya'ni hayotdan maqsad yo'qdek, umuman umid yo'qdek shu holatga tushib qolamiz. Va shu on eng ideal moment, ya'ni o'shanaqa momentda bizani yangi etapga tayyorgarligimizni bildiradi. Tayyorgarlik hamma narsadan umidimiz so'nganida, tayyorgarlik umuman
baribir hech nimani o'zgartira olmas ekanman degan fikrlar, ya'ni butunlay tanangizdan ko'tarilib o'sha holatga kirib ketganingizda va o'sha holatni yaxshi ko'rganingizda shu holatga ishonib ketmasligingizni so'rayman-da. U holat vaqtinchalik va o'sha holatni xursand bo'lib kutib oling-da. Bu xursand bo'lib kutib olish orqali sizda har biringizda yangi etapga o'tishingiz tezlashib ketadi. Shuning uchun butunlay minnatdor bo'ling. Bu holat hammasi vaqtinchalik. Maksimum bir haftada sizda holat tekislanishi boshlaydi. Holatingizga qarab darslarimizni tinglang. Butunlay ishonchda bo'ling. Hozircha eslolmagan talantlaringiz bo'lsa ham, lekin bu har biringizda sekin-astalikda har biringizga ko'rsatilishi boshlaydi. Shuning uchun har bitta bugungi bu bizadagi marafonimizdan ishtirok etgan har bitta ishtirokchiga men butunlay tashakkurlarimni aytaman. Shunchalik ko'tara olganingizga tashakkur etaman, chunki har xil jarayon bo'ladi bunaqa bizada transformatsion, lekin bu judayam xuddi yuqori tezlikda, kvant tezligida bizada bu holat transformatsiya bo'lish natijasida xuddi bizning eski qismimiz o'ladi va bizda yangi tirilish, ya'ni yangi uyg'onish, yangi versiyamizga qaytish ishga tushib ketadi. Shuni ko'tara olganingiz uchun har biringizga tashakkurlarimni aytaman, rahmatimni aytaman va holatlaringiz bilan bo'lishishingizni so'rab qolaman-da. Qanchalik og'ir bo'lmasa ham-da, albatta bu hammasi vaqtinchalik. Shuni yodingizda oling, yodingizda saqlang-da. Ko'proq shu jarayonni sevaman. Har bitta jarayonim aslida mani yangi etapga o'tishim uchun, yangi versiyaga o'tishim uchun, namoyon qila olishim uchun bo'layotganingni yodingizga ko'proq eslatib turing va bu orqali sizda bu jarayon yuqori tezlikda tekislanishi boshlaydi. Demak, hammaga tashakkur, rahmat va keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat.